Voy, jim tur, jim. 100 dollar beraman agar jim tursang 100 dollar beraman. Voy, 300 dollar beraman, jim tur. Bo'ldi. Qara, senga 500 dollar beraman, jim tursang. Qadrdonlar, sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim shu ediki. Voy. Ha. Sizlar bo'lmasizlar? 87 ta. Yangi rekord. Bitta odamga. Ну что? Voy, Qadrdonlar, sizlar omad shoudan nimani kutgandinglar? Bu nima hayajonlanadigan narsa? Tasavvur qilasizlarmi? Hozir 87 ta. Agar keyingi o'yinga ham shu damazdan yutib ketmasanglar, 10 ta qo'shiladi-da. 97 ta bo'ladi. Hayajonlangan narsa yo'q. 87 ta. Hech pul bo'lishini bilasizmi? 8 milliard. 700 million bo'ladi. Qolman. Odat. Bo'ldi, ketdi. U ertaga o'ziga keladi. Qadrdonlar, mana mahsulotlarni ko'rib turibsizlar. Shu mahsulotlarni xarid qilish kerak. Sababi shu. Shunday mahsulot xarid qilasizlar. Ustidagi promo kodni shunday o'chirib turib promo kodni 5400 qisqa raqamga jo'natib qo'yasizlar. Abdumali? Ha, Tuzimsan? ketdimi? Ha, ketdi bo'ldi o'rtoq. Mana men bezgaz suvdan ichib oldim. Qisqasi, hammaga omad. 87 tadan emas, aynan sizni kutayotgan bo'lishi mumkin. Shu videoni omad shouga ishqibozlik qilib 6 yildan beri SMS jo'natayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Bunaqa rekord bo'lmagan. Hammaga omad. Sog' bo'linglar.